Assalomu alaykum. Men keldim kartalarimni ko'tarib, kayfiyatinglar yaxshimi? Meni kartalarim, yangi kartalarim video obzorini boshladim sizlar bilan. Bismillah. Birgalashib ko'rib, birgalashib baho beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ritual tarot deydi bu. Hisobda nimalarni gapiradi? Bu yerda juda bema'nilari ham bor bunda ham. Shunaqa zo'r kartalar bular. Bularda polностью sizga nima qilinyapti, qanaqa hisobda ritual o'tkazilyapti, qanaqa ma'noda qilinyapti, nima ma'noda qilinyapti deganim. Bo'lmay qolsin qo'y. Вообще originalniy zo'r karta bu ham. Anchadan beri keyin ko'proq o'ziga olam, jinlarga oid savollarga javob beradigan karta bu. Bema'nisi bor. Sirada o'tkazamiz. Колесо Fortuna kartasi. Dahshat. Bularni astoydil o'qib chiqib, o'sha ma'nolarga tushunasizda. Bular ancha-muncha seryozni karta. Bu karta ayniqsa bo'lib ham menimcha shapida olib ko'rib ketolmasam kerak даже. Bunda bema'ni joriy bor ekan, yashirib ko'rsatyapman. Bunda ham bormi? Unchalik emas ekan. Ancha seryozni karta bu. Bunaqa bo'lib qolmasmikan? Ashetini stikerlab qo'yaman. Вообще ancha jiddiy karta. Buni astoydil o'qib, o'rganib, tushunib, filosofiya degan narsalarni ishga solib tushunish kerak shekilli menimcha. Даже men ham o'qolmasam kerak, sразу olib o'qib olmasam kerak bu kartani. Ritual tarot deyiladi. Shu yog'i shunaqada hisobda. Ajoyib his qilib ketib ko'rib bo'lguncha ham energetikasi kuchli karta ekanda. Energetikasi kuchli kartalar shunaqa bo'ladi. Seryozni ko'rishga jiddiy qiynalasiz. Вообще dahshatli kartalar. Manaqa suratni qaranglar, qanaqa chizilgan. Har bitta karta deyarli polностью bitta shedevrda, u nechta ma'nolar, nechta глубокий смыслlar bor bu kartalarda. Shunaqa. Kitobchasi, kartani yig'ishtirib olguncha stopga bosib turdim. Kitobchasi, o'sha kitobda ma'nolari. Menimcha bu kartaga bu kichkina kitob yetmasa kerak. Chunki har bittasida o'sha astoydil ma'no-yu, g'ich-g'ich ma'no bo'lyapti bu karta. Menimcha bitta anaqa yetmasa kerak. Karta. Kitob, kichkinagina kitob. Endi bu kartasi, bu ham hisobda srednevikovoy keyin oyga taalluqli karta bu. Menimcha oy adashmasam. Hozir eslolmayapman. Boshqacha ochilar ekan bu. Buni ham hozir ochib ko'rdim bir qator, chunki o'sha ochib tayini kesib qo'ydim xolos. Bu ham shunaqa hisobda har bitta karta o'sha yangi bitta anaqa bilimda endi. Ko'proq shunga вообще qog'oz zo'r va anaqasi rosa ham zo'r nima ekan, lo'n deydi. Rosa ham qo'lga yoqimli karta ekan. Bu juda bema'niroq. Bunisi o'sha anaqa Verxovnaya Jritsa bilan o'rganayotgan karta tushyapti. Imperatrica dahshat va haligi krылья degan, женщина krылья degan karta o'tgan safar olib keltirdim. Ash kartani bir boshqacharoq turi shekilli bu menimcha. Chunki unda ham krылья bor edi, menimcha avtori bitta shekilli. O'qib ulgurganim yo'q. Men hali buni kitobi bor buni ham.
Bu imperator kartasi. Иерофант, влюбленный, колесница, справедливость, fortuna, kuch kartasi, osilib turgan kartasi hisobda, smert, o'lim kartasi. Bu ham yaxshi karta ekan, luna kartasi. Bema'nirolar bor ekan. Buyoqlar уже kubokka qarab ketyapti. Men ko'proq mana shunaqani unaqa odamlar bilan aralashishlikligini yoqtiraman. Faqat bu yerda qaranglar. Boshqacha ishlanibdi bu karta ham. Normal, yaxshi. Pentakli. Yaxshi karta ekan bu ham. Bundan keyingi kartam bu. Bu ham yaxshi karta. Hozir mushugim chiqarib olay. Bu yerda kitobchasi, ma'nolari. Deyarli har bitta kartada ma'nolar chiqadi, kitob yonida. Matoviy karta ekan, juda приятный. Menga shu kartani yoqtirgandim. Mana hozirgi zamon искусственный intellekt aralashuv, ashuni suratlari baribir приятныйda hozirgi anaqaga kompyuterni rasmlar. Diyavol. Qaranglar, mana chiroyli. Voy. Deyarli shunaqada. Mana qaranglar, baliqlar. Aql bilan yuraydi, anaqasi kelishuv hisobda. Bu orqa rubashkasi. Voy, zo'r ekan, qaranglar. Mazza karta ekan. Yoqtirsa ham. Bu anaqani hammaga ham bu qo'yayotgan videom yoqmasa kerak. Chunki deganda уже bu videoda hamma ham jin yoqtirib yormaydi-da. Shuning uchun juda katta prosmotr bo'ladi deb o'ylamayman ham. No, lekin haligi nima deydi, bu yerda baribir приятный. Mana buni ochaylik. O'zimga ham yoqadi video obzor. Biroq boshqa tarologlarda rosa video obzorni ko'p ko'raman, yoqtiraman rosa ham. Люблю. Odamlar brilliantga qiziqadi, tillaga qiziqadi, mashinaga qiziqadi, uyga qiziqadi. Men kartaga qiziqaman. Shular bilan ovunib o'tiraveraman. Мне это нравится. Bismillah. Bu hali krasnaya shapchkani anaqasiga hisobda. Mana qaranglar, chiroyliligini. Vau, mashalloh. Ma'nolar, rasklad qilishlar, ma'nolar уже buyog'i. Bu orakul deyiladi bu. Bu yerda уже rahmatnomasi. Bizdan olganingizga rahmat degan kartasi. Taydagisi nimasi ekan? Bu ham kitobmi ekan? Bu boshqacharoq orakul shekilli.
чтобы удобно qilib. Endi hisobda bu ham ayol kishining ichidagi kechinmalari, o'tkazayotgan narsalari rasm orqali ifodalanib chiqariladi. Uni keyin biz rasm orqali o'qiymiz. Deyarli tarologiya ham bir hisobda psixologiyani bir boshqacharoq turida, o'zgacharoq turi, jich ezoterikaga ham aralashib ketadi baribir bu yo'nalish. Lekin ko'proq baribir ham основной anaqa suratlarga qarab o'qiysizda bu yerda. Vau, chiroyliligini qarang bu kartani. Tak вкусный karta ekan, shirin karta ekan, yoqtirasa ham. Shunaqa, endi hammasini bittama-bitta o'tkazib olmayman, chunki vaqt ko'p ketib qoladi. Kartam juda ko'p, qizlar. Allohga shukr. Bunday qo'yamizda, bunday qilib kitobni bunday qo'yib turib, bunday qilib qo'yamiz. Shunaqa gap. Endi buni ochamiz. Bu ham звездный karta. Yulduzlarga aralashgan kartada hisobda. Bo'lsa ham приятный, yaxshi karta. Интересный. Bismillah. Xayrli bo'lsin. Bunisini kitobchasi bu. Xudo xolasa yaxshi raskladlar qilamiz bulardan. Nasib bo'lsa. Bu anaqasi mana shtrix kod, mana undan QR kodidan endi ma'nolariga chiqasiz. Vau, mashalloh, krasavitsa. Pastdan boshlab o'paman men. Juda chiroyli karta ekan bu. Lekin lo'nmas. Narigilardan baribir arzon. Shunaqa hisobda shu Lisa to'g'risida ham karta oldim, uni ham ko'rsataman. Vau, chiroyliligini qaranglar. Ulg'ayapti-da, уже mana erkak kishi kuchni olib, уже bu qanaqa qilib ishlata olishini kuchni yengib turib, kuch bilan emas, именно aql bilan, mudriylik bilan buni уже yengib yo'lga solayotgani. Endi bu hamma sevishganlarda sevishgan kartasi. Mana уже bu yerda kuch kartasi, bu sila karta. Anariyada shuni boshqacha, yana ham уже ma'noliroq qilib chiqaribdi. Erkak kishi o'ziga kuchni bo'ysundirayotgani. Уже kuch bilan harakat qilib bir ishni hal qilish, u kuchga kiradi. Agar kuchni уже bo'ysundirib, mirni hal qilish, u уже ulg'ayishga kiradi-da. Уже mudriylikka kiradi. Kartan ma'nolarini qaranglar. Bu yerda ham уже yaxshi karta ekan. Diavol kartasi. Bashня. Yulduz, oy. Quyosh kartasi. Shunaqa hisobda вообще chiroyli kartalar. Bularda obzorni qilishim shart emas. Shu bo'yicha obzor ketdi deb o'ylayman. Chunki deganda hamma ham qiziqib bormaydi-yu bularga. Bu kartalarga. Iloji yo'q, qisqagina qilamiz xolos. Endi buni ko'ramiz. Green Tarot.
sertifikati bo'ladi bu kartani ham. Bu ham haligi qushli karta oldimu, Птичий Король degan ash kartani ishlab chiqarganlar hisobda. Boshqacha. Tuzi chiroyli bo'ladi har qanday ko'rsangiz. Lekin o'ziga ja zo'r tortadigan joyi yo'q ekan. Endi aralashtirib ko'rgani для интереса deydimi? Ko'rsa bo'laveradi. Kartalarda har xil qilib qo'yganda. Shunaqa srezi go'zal va chiroyliligini qaranglar. O kartalar o'zlari kачество, zo'r kачество ekan. Rosa ham приятно yoqadigan. Shunaqa gaplar. Hozir bitta kartani ko'rsataman. O karta ham вообще dahshat zo'r karta. Olganimdan juda ham xursand bo'ldim. Mana buni salfandan o'zi chiqarib qo'ydim. Bu salfanda keladi. Ichida 202 talik karta bu. O'sha o'zim kavlandim ham kelishiga. Bu orakul deyiladi. Ziyon, zahmat, yomonliklar qilingani точно ko'rsatib beradigan, qaysi sohada qanaqa qilinganliklari ko'rsatiladi. Menda bor ikkita orakul, mana shunaqa katta orakuldan, lekin bu boshqacharoq nomi Gigattami, shunaqa edi. Nomini yoqtirmayman, lekin atak kartani o'zi ko'p ma'noga ega. Juda ham alhamdulillah erishdim, oldim bundan ham. Вообще zo'r karta, хороший. Hammasi hisobda точно ko'rib tushunib oladigan kartada o'sha ma'nolarni. Shunaqa jami bo'lib 200 qanchayam edi. 200 qanchayam karta. Qo'lga kirish qiyin. Bunda bitta tasavvur qilish bo'lsa, meni bo'yim uzunligiga qo'lim ham kichkina qo'ldan emasda. Meni qo'limda itu даже qiynalyapti demoqchiman. Buni stopka bo'lib ko'riladigan karta hisobda bu. Gigatta orakul deyiladi bu. Вообще zo'r karta bu ham. Keyin bu kartani ko'ramiz. Hozir tulki to'g'risida bu ham zo'r karta. Juda ham yoqqan edi. Buni korobkasi bo'lmaydi, bular meshojikda bo'ladi. O'sha ochib ham qaradim. Bu hisobda rahmatnomasi. Pодарок singari. Kачествоsi zo'rda buni, shunga qiziqib olgandim. Korobkasi bo'lmasa ham, lo'nchalik zo'rmas ekan, lekin risonuklari juda chiroyli. Endi menga qiziqda. Bu yerda Hierofant bilan anaqa imperator deyarli ikkita ekan, Hierofant ikkita ekan, imperator ikkalasi bir xil bo'lib qopti dedim. Yo'q, imperator mana. Bu o'qituvchi degan kartasi hisobda ikkita ekan bunda. Bu влюблённый karta, qaranglar, вообще смешно, shirin karta ekan. Zo'r ekan, chiroyliligini qaranglar. Qizim bir qator bu kartalarni o'zi rasmiga qiziqib ochib ko'rdi, buni ochganini. Salfan yo'q ekan u deb. Shu ozgina chalkash joylari bor. Men o'zim ham endi ochyapman buni. Bunga hali yetinolmadim. Juda chiroyli karta ekan. Bu tesi. Qopchasiga solib qo'yamiz.